Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun sizlarga trendga chiqayotgan rakovinamizni kamchiliklarini aytib o'tmoqchimiz. Bu narsani kamchiliklarini aytishimizdan maqsad, o'zimiz ham bir mijozimizga o'rnatib bergan edik. 2 oy ichida yangi o'rnatilgan rakovina, 2 oy ichida 2 marta borib remont qilib keldik. 3-chi borganimizda bu rakovinani qaytarib olib kelib, o'rniga oddiy обычный rakovina qo'yib berdik. Endi bu rakovinamizni sizlarga qanaqa ulanishlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'chadan keladigan issiq suv, sovuq suv shlanka orqali simisitimizga ulanadi. Bu yerdan suv ochiladi, mana bu ventil orqali. Bu yerdan yana bitta shlanka orqali mana 4 ta bo'lakli joyga o'tadi. Misol uchun bu yerda idish-tovoq yuvadigan jo'mrak alohida bor. Jildirab tushadigan joyimiz, bu yerda ham jildirab tushadigan joyi bor. Mana bunisida ustiga idishni kiyg'izib turib, mana bu knopkasini bossak, idishning ichlariga suv sachratib yuvib beradi. Keyin buni har doim qo'yayotganingizda mana bu narsani sovuq suvni yo'liga qo'yishingiz kerak. Sovuq suvdan bu ichidan suv o'tib, ma'lum bir miqdorda suvdagi bor elektronlar orqali hamtigi tablolarni yoqib beradi. Keyin bu yerda mana bu 4 bo'lak bo'lganidan keyin har bitta bo'lakni u bo'lakdan bu bo'lakga bo'lib beradigan joyda ikkitalab uloq bo'ladi. Shlanka orqali ulanadi. Bu degani 4 bo'lakda 8 ta stik degani, 8 ta uloq degani. Bu qancha uloqlar, rezinka, shlankalar orqali bo'lgan sari mana bu ichidagi shlankalari, rezinkalari xizmat qilish anaqasi kamayib boraveradi. Shlanka chunki o'z nomi bilan shlanka turba bo'lib qolmaydi baribir. Mana shunaqa holatlarda ko'proq oddiy обычный quyma simisitirlardan foydalanishinglarni iltimos qilamiz. Bu narsamizning yaxshi tarafi mana hozirgi kunda mana rakovinaning ustida joylashadigan bo'lsa, mana bu joyi baland, kattaroq tog'ora yoki qozonlarni yuvish uchun ham balandroq qulay. Keyin mana bu mexanizmi ham, aylanadigan mexanizmda ham bittagina mana bu o'zida stik bo'ladi. Issiq suv, sovuq suvga past-baland qilib bemalol foydalanaveradi. Quyma. Hech qanaqa ortiqcha stik yo'q. Quyma bemalol foydalanib maza qilib ishlatsa bo'ladi. Ustalarimizga ham eslatma, agarda sizlarga ham xaridorlar tomonidan bunaqa rakovina qo'yib berish taklifi tushadigan bo'lsa, bu rakovinaning kamchiliklarini uy egalariga ham to'liq tushuntirib bersanglar, ular ham mana shu narsani tushunib, oddiy sinovdan o'tgan simisitirlar qo'yib berishinglarni taklif qilishadi uy egalari ham.